Oğlum, Ro'jan amaking do'koniga chiqib kelmaysan? Nimaga edi? Tuzalmadingizmi? Tuzaldim oğlum, qara. Hayolimdan ko'tarilganman. Ravshan amakim aro sotadilar-ku. Doktor aytdiki, uyga borganingizdan keyin Komiljon aka bitta butilka aroni shunday ko'tarib ichib oling, ichingizdagi hamma mikroblaringiz o'lib ketadi dedi. Aldamayapsiz-da. Ne aldiyman oğlum? Qop-katta odamsan-ku. Kelib seni ham aldiyman bolam. Borib kelasan? Mayli. Men kutib turaman seni, bo'la qol. Xo'p. Uydagilarga ham xabar berdik. Otasi ham kelib qolsa kerak. Bizdan biroq so'raymiz nima bo'lgan, nima qilgan. Shunga bo'lsa kerak. Assalomu alaykum. Komiljon aka, yaxshimisiz? Rahmat. Uzr tanimadim. Jinoyat qidiruv bo'limidan Abdulatif Erkinman. O'g'lingiz Kamronni oxirgi marta qachon ko'rdingiz? O'g'lim hovlida o'ynab yuribdi. Tinchlikmi? 2 soat oldin o'g'lingiz yo'ldan spirtli ichimlik olib o'tish vaqtida noma'lum avtotransport vositasi urib yuborgan. Afsuski, o'g'lingiz voqea joyida vafot etdi. Nima deyapsan? O'ylab gapir. Vaziyatni tushuntiramiz. Ro'jan amaking do'koniga chiqib kelmaysan? Ravshan amakim aro sotadilar-ku. Aldamayapsiz-da. Amaki, mana shu sigaretni bermasangiz odam uradilar. Otajon, siz tuzaldingiz-a?